Muloyimlik qilsang seni latta ekan deyuvchilar topiladi. Qattiq qo'l bo'lsang bemehr, bag'ri toshga chiqarishadi. Ilmdan gapirsang amal ham qilish kerak deyishadi. Amal qilsang oldin yaxshilab o'rgan deyishadi. Kimnidir maqtasang maddoh bo'lasan. Tanqid qilsang hasadgo'y, ich qoraga aylanasan. Boyib ketsang haromdan topgan bu deyishadi. Kambag'al bo'lsang dangasa, ish yoqmasga chiqarishadi. Zakotlarni ko'paytirsang ba'zilar riyokorni qara deyishadi. Yashirin sadaqa qilib yursang xasis, pastkash deyishadi. Odamlar shunday. Ular baribir gapirishadi. Ular baribir tinch qo'yishmaydi. Ular rozi bo'lishmaydi. Sen ularning gaplariga ko'p ham parvo qilma. Seni yaratgan Robbingni rozi qilishga urin. Senga haqiqiy bahoni u beradi. Agar ota-onang senga qarshidek tuyulsa, o'z otasi yoqib yuborgan Ibrohim alayhissalomni esla. Agar ilojsiz vaziyatdaman deb o'ylasang, kit qornidan omon chiqqan Yunus alayhissalomni esla. Agar tanang betob bo'lsa, xastalikdan tanalariga qurt tushib ketgan Ayub alayhissalomni esla. Agar o'z qarindoshlaring, oilang yoki do'stlaring seni mazax qilishsa, bundan da og'irroq sinovlarga chiroyli sabr qilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni esla. Alloh payg'ambarlarga shunday sinovlar bergan, toki biz ulardan ibrat olaylik. Alloh taolo hech bir bandasiga biror sinov yubormaydiki, uning ortidan yaxshiliklar, muvaffaqiyatlar kelmasa. Alloh taolo aytadi: "Bas, albatta har bir qiyinchilik bilan birga yengillik bordir. Albatta har bir qiyinchilik bilan birga yengillik bordir." Sharh surasi 5-6 oyatlar.